masjidimizda tomi ventilyatorlar sabab ko'tarilib ketmasa bo'ldi endi osmonga uchib. Hani ikkita bo'ldi. Yana bitta o'rnatsak masjid tomi ko'tariladi. Assalomu alaykum mahalladoshlar. 2025-yil 5-iyun Jizzax viloyati Arnasay tumani Bo'ston mavqeida joylashgan Orxoniddin Marg'ilonli jome masjidi. Xabaringiz bo'lsa, kecha 4-iyun kuni shu mahallamizdan bir tadbirkor do'konchi ukamiz masjidimizga xuddi mana bu kabi katta ventilyator ihson qilgan edi. Hozir mana mahallamizdan Faxriddin aka usta akamizni chaqirib shuni ustalovka qilib o'rnatmoqchimiz. Faxriddin aka bormaganda. Bu ham o'sha avvali kattadan ha? Ikkovi bir xil ekan. Ana shunday. Alloh rozi bo'lsin. Shu masjidimizga kim qanday xizmat qilayotgan bo'lsa, rahmat hammaga. Inshaalloh endi mana o'rnatish jarayonini ham videoda qo'yib qo'yamiz. Tarix uchun. Mana yangi kecha olib kelingan ventilyator. Mana yerda mana ozgina ish qoldi bo'ldi. Unga keyin 4 burchak olib kelib 4 burchak qoplayman-da Faxriddin aka. Endi hozir shoshilinchda buguncha bir o'laq tursak, ertaga nasib bo'lsa, ha, mana shunday bo'lib chiroyli ko'rinib qoladi hali. Hozircha mana shunday turishga majburda. Hozir ishlatib ham ko'ramiz. Salqingina bo'ldi-da masjid. Ha? Alloh rozi bo'lsin. Mana 2025-yil 5-iyun mana masjidimizga yana bir dona ventilyator olib kelindi. Alloh rozi bo'lsin shu ihson qilganlardan. Rahmat. Faxriddin aka sizga alohida rahmat. Alloh rozi bo'lsin aka. Ana shunday. Ikkovi ham ishlayapti mana. Assalomu alaykum. Voqea qayerga ketib qoldi? Masjidda endi tomi ko'tarilib ketmasa bo'ldi. Mana masjidimizga ventilyatorlar o'rnatildi, salqingina bo'lib turibdi. Inshaalloh 6-iyun ertalab soat 5:20 da Qurbon hayiti namozi ado etiladi. Kelaverasizlar. Masjidimiz tayyor. Jamoadoshlar, mahalladoshlar, sog' bo'lingizlar.